Do'stlar, bugun bizning obzorimizda Yanvar XN90 L modeli texnikamizning tashqi ko'rinishi, motorlari, ishlashlariga til olamiz. Texnikamizning sof og'irligi 9 tonna, kovush hajmi 0,3 kubometr, serial uzunligi 6 metr 800, maksimal yuk ko'tarishi 7 metr, maksimal chuqurlik qazishi esa 4 metr. Motor qismi yaponskiy Yamar motor, 4 porshili apparatura, solarka tanlamaydi, 64 ta ot kuchiga ega, soatiga 4-5 litr rasxod qiladi. Texnikamizning dizayniga ham ahamiyat berib qo'yasizlar do'stlar. Xo'p, orqa zadniy vid kameralari mavjud. Orqada ikkita lapasi bor, oldida atvallari mavjud. Texnikamizning komplektatsiyasida 3 ta kovush, gidromold, adapter, qaychilari hammasi bo'ladi do'stlar. Texnika xarid qilganingizda uni ol, buni ol deydigan narsa bo'lmaydi. Ishinglar bitta joyda bitib ketadi. Salon qismida konditsioner, pechka, radio sistema, start stop knopka, lyuklari bor. Oldi qismi lobovoy panoramni ochiladi, texnikamizning o'zi esa avtomat korobka bilan jihozlangan. Bu texnikalarimiz sotuvda tayyor, kelib shartnoma imzolab ketsanglar bo'ladi. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, ekskavatorchi akalarga tashlab qo'yasizlar. Izohlarda plus belgisini qoldirsanglar, biz o'zimiz sizga aloqaga chiqamiz.